7-sinf o'quvchilari uchun kimyo fanidan 2-amaliy mashg'ulot. Mavzu: laboratoriya shtativi, spirt lampa, gaz garelkalari bilan ishlash usullari. Alanganing tuzilishini o'rganish. Laboratoriya shtativi bilan ishlash. Laboratoriya shtativining tuzilishi. Shtativ kimyoviy tajribalar o'tkazishda kerak bo'ladigan eng muhim asboblardan biri. U taglik va o'zakdan iborat bo'lib, o'zakka qisqichlar yordamida har xil halqalar, tutqich va boshqa turli moslamalar mahkamlanadi. Taglikdagi maxsus teshikka o'zak buralib kirgiziladi. O'zak maxsus teshikka oxirigacha kiritilgan va mahkamlangan bo'lishi kerak. Birinchi rasmda shtativ uchun mo'ljallangan moslamalardan 5 tasi tasvirlangan. Bunda birinchi, qum yoki suv hammomini tutuvchi tutqich. U turli qaynash haroratidagi suyuqliklarni haydashda, turli haroratda boradigan reaksiyalarni o'tkazish uchun mo'ljallangan. Ikkinchi, halqali tutqich. U turli hajmdagi tubi yumaloq kolbalarni va chinni kosalarni tutib turish uchun mo'ljallangan. Uchinchi, asbesttorli taglik. U tubi yassi, konussimon kolbalar, stakanlar, chinni kosachalarni qizdirish uchun mo'ljallangan. To'rtinchi, tutqich. U probirkalar, sovutgichlarni qisib ushlab turish uchun mo'ljallangan. Beshinchisi, ilgich. U turli yordamchi shlang yoki boshqa yordamchi qismlarni ilib qo'yish uchun mo'ljallangan. Shtativdan foydalanish. Laboratoriya shtativi bilan ishlashda quyidagilarga rioya qilish lozim. Birinchi, probirka va kolbalar tutqichga mahkamlanadi. Bunda ular qattiq qisilmaydi, chunki sinib ketishi mumkin. Ikkinchi, stakanlar asbesttorli taglikka qo'yiladi. Bu stakan tubini bir me'yorda qizdirish imkonini beradi. Uchinchi, chinni kosachalar va tigellar halqaga to'rsiz qo'yilishi mumkin. Spirt lampasi bilan ishlash. Spirt lampasining tuzilishi. Ikkinchi rasmda spirt lampasining tuzilishi keltirilgan. Bunda birinchi, spirt quyiladigan idish, ikkinchi, metal disk, uchinchi, pilik va to'rtinchi, qalpoqcha. Spirt lampasini yoqishga tayyorlash. Spirt lampasi yaroqli ekanligiga ishonch hosil qilish kerak birinchidan. Ikkinchidan, spirt lampasi idishining 2/1 qismiga qadar varonka yordamida ehtiyotkorlik bilan spirt quyiladi. Uchinchidan, disksimon metal nayga ipli pilik o'rnatiladi va pilik uchini qaychi bilan qirqib tekislanadi va spirt bilan ho'llaniladi. To'rtinchidan, spirt lampasining qalpoqchasi berkitiladi. Spirt lampasi doimo qalpoqchasi bilan berkitilgan holatda turish kerakligini unutmang. Spirt lampasini yoqish va o'chirish. Birinchi, spirt lampasi gugurt cho'pi bilan yoki yonib turgan boshqa oddiy cho'p bilan yondiriladi. Ikkinchi, spirt lampasini yonib turgan boshqa spirt lampasi bilan yondirilmaydi. Uchinchi, spirt lampasini o'chirishda pilik qalpoqcha bilan yopiladi. Hech qachon spirt lampasini puflab o'chirmang. To'rtinchi, spirt lampasini yoqib o'chirib ko'ring va bu mashqni ko'p takrorlang. Alanganing tuzilishi. Spirt lampasida qizdirish. Alangani 3 qismga bo'lish mumkin. 3-rasmda alanganing tuzilishi ko'rsatilgan. Birinchi, alanganing yuqori qismi, chetlari xira, eng issiq qismi. Ikkinchi, alanganing o'rta qismi, ravshan issiq qismi. Uchinchi, alanganing pastki qismi, pilikka yaqin. Bu joy juda xira, issiq emas. Spirt lampasi, gaz garelkasi yoki har qanday yonuvchi moddalar bilan ishlashda alanga hosil qilishda, alangadan foydalanishda o'ta ehtiyotkor bo'ling. Sizning ehtiyotkor bo'lmasligingiz oqibatida o'zingizga yoki atrofingizdagilarga juda katta jiddiy xavf tug'dirishi mumkin. Alanganing eng issiq joyi uning yuqori chetki xira qismi bo'lib, probirkalarni qizdirishda shu qismidan foydalaniladi. Probirkaning pilikka tegib-tegmasligi nazorat qilinadi.
Spirt lampasi bilan kimyoviy shishadan tayyorlangan idishlarni qizdirish mumkin. Gaz garelkasi bilan ishlash. Gaz kislorod yoki havo bilan garelkada aralashgandan so'ng og'ziga o't oldiriladi. Kimyo laboratoriyalarida bunzen va tekilyu gaz garelkalaridan foydalaniladi. Ularning tuzilishi har xil bo'lsa-da, ishlashi bir xil. Gaz garelkalarining umumiy tuzilishi 4-rasmda keltirilgan. Gaz garelkasi metall nay, aralashtirgich, havo yoki kislorod oqimini me'yorlashtiruvchi halqa, gaz oqimini me'yorlashtiruvchi qotirgichdan iborat bo'ladi. Gaz garelkasini yoqish va o'chirish. Gaz va havo oqimi tezligini boshqarish uchun halqa va vint bo'lib, ular yordamida gaz va havo oqimi me'yorlashtiriladi. Garelkani yoqish uchun gugurt yoki yonib turgan cho'p gaz jo'mragi ochilgan holda garelka og'ziga yon tomondan yaqinlashtiriladi. Havo oqimi gaz to'la yonadigan qilib moslanadi. Gazning to'la yonayotganini nursiz alanga yonishidan bilib olsa bo'ladi. Garelkani o'chirish uchun gaz jo'mragini teskari tomonga oxirigacha burash kerak. Gaz garelkasida qizdirish. Gaz garelkasi alangasi o'rta qismida harorat ancha past, chekka va yuqori qismida esa harorat yuqori bo'ladi. Shuning uchun qizdirish aynan shu yuqori qismida olib boriladi. 5-rasmda gaz garelkasi alangasining tuzilishi keltirilgan. Ochiq alangada faqat yubka devorli kimyoviy idishlar va probirkalar qizdirilishi mumkin. Buning uchun alanga bilan avval probirkaning barcha qismi, so'ngra modda solingan qismi qizdiriladi. Stakan va kolbalar sim to'r yoki asbest to'r ustida qo'yib qizdiriladi. Yuqorida ko'rib o'tilgan barcha kimyoviy jihozlarni ishlatish qoidalarini daftaringizga yozib oling.